sizlar uchun uy sharoitida oson tayyorlanadigan medolik. Korsh qilamiz. Tuxum, shakar. 6 tezlikka qo'yamizda. Oppoqlik ko'pirtirib olamiz. Tovaga asal solamiz. Qaynab chiqqandan keyin chayni soda solamiz. Chayni soda rang beradi. O'zi qaynasa qaynaveradi, qo'yuqlashaveradi. Chayni soda solib aralashtirsan rang beradi. Mana karamelli rangi kiryapti. Sal to'qroq bo'lishi kerak. Och bo'lib qolsa, mazasi bo'lmaydi, ta'mi bo'lmaydi. To'qar kelsa, achig'imtil bo'lib qoladi. Normani ushlash kerak. Kuydirilgan asalimizga sal yog' solib eritib olamiz endi. Mana. Sal tutashni boshlaydi, kuyyapti degan. Bo'ldi, tayyor karamelimiz. Unimizga qabartma solib aralashtirib olamiz. Tuxum bilan shakarimiz ko'pirib oldi. Endi karamelini qo'yamiz. Tezligini pasaytirgan holda unda solamiz. Liskka quyib olamiz. Qilgan xamirimiz bitta list. Bir xil qilib tekizlab olishimiz kerak. 25 minut 150 gradusda pishirib olamiz. Krem tayyorlab olamiz, qaymoq solamiz, bashuvchamizga. Saharning pudra solib olamiz. Endi yaxshilab oppoq qilib ko'pirtirguncha miksda aylantiramiz. Mana shunaqa oppoq urilishi kerak qaymoq. Biskvitimiz pishib chiqdi. 4 ga bo'lib oldim. Mana ko'rishlaringiz mumkin, karamelli rang. Endi ozgincha siroplab ustini kremlaymiz. Qaymoqli kremimizni nasitga solib oldik. Akkuratni qilib solib chiqamiz. Sal tekizlaymiz. Kremni bir xilda qilib solib oldik. Endi shpatul yordamida tekizlashimiz kerak. Kremni shunaqa bir xilda qilib solib olsalaring, tekizlashlaring osonroq bo'ladi o'zlaring. Boshqa odamlar bunday shpatulda olib surkaydi. Bunda qiyin. Tak, uvoqlab olamiz. Shunaqa naqshlarimiz bor. Pechonidan gulchalar qilib olganmiz. Bezatishga foydalanyapmiz. Xohlagan dizaynda, xohlagan ko'rinishda bezatishlaringiz mumkin sizlar. Biz shunaqa qilib bezatdik.